Agar siz viloyatdan bo'lsangiz, Toshkentda farzandlaringiz o'qiydi, o'zingiz ish joyingizni ko'chirmoqchisiz yoki shu yerda ishlaysiz yoki prosta investitsiya uchun Toshkentdan uy olmoqchi bo'lsangiz, to'xtang. Bu video albatta siz uchun. Bu video sizni 10 yillab to'plab 50 ming, 100 ming dollarlab yiqqan pulingizni firibgarlardan saqlab qolishi mumkin. Chunki bugungi kunda uy bozori nafaqat orzular, balkim insonlarning ishonuvchanligidan foydalanib tuzoqlar maydoniga aylandi. Agar siz quruvchiga kelib, shartnoma qildim, endi xotirjam bo'ldim deb o'ylagan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring, men sizga bu xotirjamlik qanchaga tushishini ko'rsatib beraman. Va videoning oxirida men sizga eng ishonchli, xavfsiz xonadon xarid qilish bo'yicha maxsus sovg'alarim bor. Oxirigacha videoni ko'ring. Assalomu alaykum, mening ismim Sardor Usmanov. Men Goodland yangi uylar markazining asoschilaridan va rahbari bo'laman. Bugungi kunga kelib mana salkam 300 dan ortiq oilalarga xonadon xarid qilishda o'z hissamizni qo'shib keldik va Toshkent bo'ylab hozirgi kunda 70 tadan ortiq loyihalarimiz mavjud va 20 tadan ortiq qurilish kompaniyalari bilan hamkorlik qilib kelamiz. Bizning korxonamizning maqsadi har bitta inson o'zini xonadon xarid qilayotganda shu orzusidagi xonadonni topishda, olishda biz o'zimizni hissamizni qo'shamiz degan maqsad qo'yganmiz. Odamlar o'ylaydiki, viloyatdan kelaman, 2 kunda chiroyli ofislarga borib, xonadon tanlab xarid qilaman deydi, lekin bilmaydiki, juda ham katta bir bosim ostida qoladi, chunki vaqt kam, 2 kun ichida qaror qabul qilish kerak. Bunaqa qisqa muddatda o'ylanglar nima bo'ladi? Maxsus chiroyli takliflariga ko'ra mijozlar naqd pul to'lab ketishadi. Reklamada 5000 dollarga xonadon deb bilib bilmay shartnoma qilib ketishadi. Eng yomoni 2 yilda bitadi deb kelgandan keyin 5 yilda ham u xonadon bitmay, balki umuman bitmash ehtimoli ham bor. Lekin siz uzoqdasiz, viloyatdasiz, nima qilishni ham bilmaysiz. Keling shu 5 ta narsani ko'rib chiqamiz. Sizni tuzoqqa tushiradigan narsalar. Chiroyli reklama va moliyaviy asirlik. Siz reklamada chiroyli san'atkorlarda, mashhur insonlar, blogerlarda ko'rasiz va bu reklamada bir jozibador takliflar beradi. Qanday xonadon xarid qilganingizni bilmay qolasiz. Lekin buni ichida juda ham ko'p yashirin to'lovlar, shaharda juda ham bir chetidagi lokatsiyalar, qanaqadir bir mafhum narsalar bo'lib kelib chiqadi va oqibatida siz xonadonli emas, qarzli bo'lib qolasiz. Hujjatlardagi qorong'u nuqtalar. Bu ham juda ham bir katta mavzu va hozirgi kunda o'zi qurilishni boshlash uchun juda ham ko'plab hujjatlar kerak. Quruvchi tomonidan ham va davlat tomonidan ko'plab hujjatlarni yig'ib kelish kerak, ya'ni ruxsat etuvchi hujjatlarda. Bu ham bitta o'zi juda ham bitta katta alohida mavzu, lekin qisqacha qilib sizlarga hozir aytib beradigan bo'lsam, asosiy ikkita oxirgi hujjatlar bor. Bu ekspertiza va GASN registratsiyasi. Shu ikkita hujjatdan keyin sizda aniq tushuncha bo'ladi. Bu xonadonga davlat tomonidan qurilish ruxsat etildi va quruvchi qurilishini boshlashi mumkinligi haqida. Endi bu hujjatlarning hammasini albatta onlayn ko'rsangiz bo'ladi, lekin bu yerda muhim narsa bor. Siz viloyatda turib bu qurilish kompaniyasini tarixi, nechta loyiha topshirgan, nechta misol uchun hozirgi kunda qurilish obyektlarini qurib kelyapti, o'zi bozorda qanaqa reputatsiyasiga ega bo'lgan narsani viloyatda turib bilishingiz nihoyatda qiyin, chunki sizlar u yerda chiroyli, jozibador reklamalarni ko'rib kelasizlar. Ko'z bo'yamachilik va texnik holat. Bu yerda ham juda ham katta yashirin o'zini bir muammolari bor. Siz xonadon qabul qilasiz va ma'lum bir vaqtdan keyin muammolar kelib chiqadi. Mana o'zimda bo'lgan kichkinagina keys aytib beraman. Xonadon xarid qilganman, be'tiborsizlik qilganman va u bilsak, qo'shnilarda shaxtasi hammaniki bitta ekan. Bitta shaxtada. Bu degani pastdagi qo'shnim ovqat qilsa, tepada nima ovqat qilayotganini men bilib turaman va shunaqa ko'plab texnik, ya'ni injenerniy nimalari, muammolari bo'lishi mumkin. Uni siz viloyatda turib bunaqa nyuanslarni bilishingiz sal qiyinroq bo'ladi. O'shunga albatta bu narsalarga ham e'tibor berish kerak. Shartnomadagi kichik harflar deb qo'yamiz. Bu yerda ham bir zo'r keyslar bor. Mana bilsanglar, hozirgi kunda ko'plab reklamalarda uzoq muddatga 6 yil, 7 yilga xonadon muddatli to'lov bilan berilyapti. Bunda hammasiga ham ishona olmash kerak. Bu yerda ham o'zini yashirin shu nuqtalari bor. Shartnomada o'zi asli xonadon 2 yilda bitadi. Lekin
6 yilga sizga muddatli to'lovga quruvchi beryapti. To'g'risini aytsam, mana bugungi kunda kelib shunaqa muddatli to'lovga berayotgan quruvchini birortasini bilmayman. Obyektni, ya'ni qurilish obyektini topshirganini. Aksariyat holatda hammasi hozirgacha qurib kelyapti va 2 yil degan qurilish muddati shu 5 yilga, 6 yilga cho'zilib boryapti. Bu yerda yana muhim narsa, har doim ham uzoq muddatga berdi degani, bu degani xonadon bitgandan keyin sizga kalitni berdi degani ham emas. Chunki shartnomada bular shunaqa aytib ketadiki, qachonki to'liq qarz yopilgandan keyingina sizga xonadonni kalitini beramiz degan o'sha kichik harflarda yozib ketgan punktlar bo'ladi. Kadastr va huquqiy xavflar. Bu yerda bitta muhim narsaga e'tibor berishimiz kerak. Nimaga kadastr xonadon bitgandan keyin ham cho'ziladi? Ya'ni quruvchi shu normativlar bo'yicha, ya'ni reglamentdan chetlashgan bo'ladi. Misol uchun sizga oddiy narsa, qurilishda 7 etajga ruxsat olgan, lekin 9 etaj qurib qo'ygan. Yoki liftni qanaqadir holatda o'rnatish kerak bo'lgan, boshqacha o'rnatib qo'ygan. Ya'ni shunga o'xshagan juda ham ko'plab qurilishdagi bo'lgan jarayonlarda quruvchi normativni buzgan hisobiga kadastr kechiktiriladi. Endi yaxshi bo'ladiki, agar bu narsa to'g'rilanish mumkin bo'lgan bo'lsa, lekin to'g'rilash imkoniyati yo'q bo'lsa-chi degan juda ham katta savol bor. Shuncha narsani sanadik, yechim qayerda? Nima uchun aynan Goodland degan savolga javob beradigan bo'lsak, shuncha narsani bitta odam albatta juda ham qilish qiyin va Toshkent bozorini bilmasa. Biz Goodland jamoamiz bilan bitta joyda 20 tadan ortiq qurilish kompaniyalari, 70 tadan ortiq loyihalarni yuridik tomonlama tekshirib, hammasini ko'rib chiqib, tarixini bittagina ofisda sizlar uchun jamladik. Endi shu hafta maxsus bir taklif ishlab chiqdik. Atigi 15 ta oilaga biz individual yondashib, individual konsultatsiya ishlab chiqdik. Siz bizning ofisimizga kelasiz va biz sizga maxsus takliflarni, yopiq savdodagi bo'lgan xonadonlarni taklifini beramiz. 70 tadan ortiq novostroykaning ichida siz o'zingizga mos keladigan 3 ta 4 ta taklifni tanlaysiz va bizning menejerlarimiz shu loyihaga olib borib, sinchiklab hamma joyini sizga tushuntirib, siz o'sha 3 ta 4 ta taklifdan o'zingizga mos keladigan bitta taklifni tanlab olishingiz mumkin. Endi nima qilishimiz kerak desangiz, pastdagi havoladan ro'yxatdan o'ting. Bizning menejerlarimiz siz bilan bog'lanishadi, uchrashuv vaqtini belgilashadi va bizning ofisimizga kelib, maxsus chegirmalar va ajoyib shu takliflarimizdan foydalanib, Xudo xolasa o'zingizni orzungizdagi xonadonni xarid qilishga yordam beramiz. Shoshiling, atigi 15 ta joyimiz bor. Bu birpasda tugab qolish ehtimoli bor. Sizlarga barakali va xavfsiz uy tilab qolaman. Sahifamizga obuna bo'lib qo'ying va shu xonadon xarid qilmoqchi bo'lgan do'stlaringizga, tanishlaringizga bu videoni albatta yuborib qo'ying.